deb buyurdik. Bizda har hafta mobaynida qanaqadir ekskursiyalar yoki talabalarni qiziqtirish asnosida yoki talabalarga ilmiy madaniy narsalarni ko'rsatishlik maqsadida bizni chetga yoki bu joylarga olib borib turishadi. Hozir o'shanday biz go'zal vohaga keldik desak agar mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz hozir ko'ryapmizki, aslida bizning tariximiz nima, bizning tariximizda qanday insonlar o'tgan, bizning tariximizda nimalar bo'lgan, o'sha narsalar haqida biz kichik bo'lsa-da, oz bo'lsa-da, lekin mustahkam bilimlarga ega bo'ldik deya olamiz. Chunki har bir insonda tariximizda o'zimiz har bir inson o'z tarixini bilmoqligi, uni asramoqligi, uni burchi deb bilaman. Shaxsan meni fikrim mana shunaqa. Hozir biz ko'rdikki, tariximizda qanday ulug'lamolar o'tgan yoki qanday janglar olib borilgan yoki qanday tarixiy holatimiz qanday bo'lgan, kelib chiqishligimiz qanday bo'lgan. Ana o'shanday holatlar, o'shanday hodisalarga guvoh bo'ldik. Bizda bu yerga kelganimiz menimcha vaqtimizni bekor sarflamadik deb o'ylayman. Chunki boshqa narsalar bilan ham yoki o'zimizga kerak bo'lgan narsalar bilan ham vaqtimizni o'tkazishga bo'ladi. Lekin aslida o'zimizda, O'zbekistonda, o'zimizda Qashqadaryomizda asli avvalimiz qanday bo'lgan, biz kim bo'lganmiz, biz asli kimda avlodimiz, mana o'sha narsalarni bilmoqligimiz menimcha juda yaxshi edi. Biz mana shu narsalarni bildik. Endi kelajak avlodimizga ham, kelajakda ham bizga yoki kelajak avlodlarimizga ham mana shu narsalarni ta'limmoqlik yoki bilmoqlik menimcha juda yaxshi fikr.